Kelinlar ertalab sahardan turib, ko'cha hovli supurishga majbur emasmi? Majbur. Nega? Shu sovuqda ham. Ha, shu sovuqda ham. Chunki ular kelin, ha to'g'ri-da. Noto'g'ri, kelin ular chunki. Majbur biz ota-bobomizdan qolgan udum-ku. Qancha tozalik bo'lsa, shuncha yaxshi. 9 yil oldin men uylanganimda ayolim 20 yosh, yoshgina kelinchak, men 30 yosh shakllangan erkak bo'lganman. Va hamma qatori u ham to'ydan keyin hovlini ertalab saharlab supurib qaytib kelganini sezganman va unga rahmat bu ishing uchun, ammo boshqa sahar turib hovlini supurma. Men atrofdagilarni fikrlari yoki bo'lmasa eski davrni stereotiplari bilan yashaydigan odam emasman. Muhimi seni kayfiyating, energiyang va oilamizning xotirjamligi deganman. Meni ishga jo'nat, zavtrakimni ber va xohlagan o'zingga qulay payti qilsang bo'laveradi deganman. Shundan keyin ana shu tartib bo'lishni boshlagan bizni uyimizda. Chunki bilasizmi, hammadan oldin turib, hammadan kech yotadigan inson kayfiyatli bo'lib, xushchaqchaq bo'lib yurishining ilojisi yo'q. Organizmni aldab bo'lmaydi. U kayfiyatsiz, stressda, tushkunlikda yuradi. Bu esa oilamizga ta'sir qiladi. Ha, bu ishni ota-bobomiz qilgan, lekin o'sha paytda tanqidiy fikrlash bo'lmagan. Hamma qilgan, biz ham qilamiz deb yurishaverishgan. Ota-bobomiz esa hamma ishni ham to'g'ri qilgan emas. Bu yerda asosiy maqsad o'sha hovli toza bo'lishi. Qaysi vaqtda toza bo'lishini umuman aslida mantiqan o'ylasangiz farqi yo'q. Так что qaynona nimaga kelin qilishi tarafdori? Chunki baxtsiz qaynona biz qildik, nega bu qilmasligi kerak deydi. Shuning uchun u shunaqa bosim qiladi va shu tartibni qo'yishga harakat qiladi. Так что eng asosiy bu yerda sizni tushunadigan va qaynonaga yoki atrofdagilarga meni ayolim xohlagan payti qiladi. Men bizni oilamizda tartib shunaqa bo'ladi deya oladigan erkak kerak. Buning uchun esa tabiiyki bunaqa erkakni tanlash kerak. Ya'ni agarda turmush qurmagan bo'lsangiz yoki ajrashgan bo'lsangiz, shunaqa tushunadigan, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, sevadigan erkakni tanlay olishingiz uchun 5, 6, 7-may kuni bepul webinar qilyapman. Oq otdagi shahzoda degan. Mana shu shapka profilidagi havola orqali o'ting, 5-mayni kuting. Juda ham manfaatli bo'ladi.